Voy, nihoyat turib oldim. Kecha do'stim sovg'a qilgan kirka haliyam turibdi. Yes. Bugun ishimga boraman. Nimagadir bugun har doimgidek kam oylik topyapman. Assalomu alaykum, Jitil aka. Qandaysan, raziyang zo'rmisan? Ha, bo'ladi. Ishimga kiraveray. Ha, kechikmasdan kirdim-ku baribir. Ha, bo'ladi. Ha, rahmat. Jonga tegdi bunaqa yashash. Qari kam oylik beradi. Boshqa ish topolmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Yana ukang bir nima qirib ketdi deydi. Bilmadim, nima ekan shu. Qani mana u zo'r materiallar topdim. Ishlagim kelmayapti. Mana materiallar. Mana xullas ong. Ha, bo'pti. Hozir mana ularni ham tashlab ketay. 1 million so'm beraman. Yo'q, bu yerda nima? Salom. Salom. Menga Hiko ukangiz qirdi. Hiko ukam bu yerda qirdimi? Ha, o'zi ukam keladi deb ketuvdi. Qani yo'q, o'shdan bir nima bo'lar ketdi. Birinchi bosqich. Bu yerdan spam. Yo'q. O'lib qoldim. Qayerda spam? Belgilash kerak. Idi. Xullas, barchaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Azyak. Obunachilar bilaman. Video chiqmay qoldi. Uzr obunachilar, buni sababi juda ko'p. Shuning uchun obunachilar va men sizlardan juda qattiq uzr so'rayman. Chunki spam point qilmayapman. Obunachilar, iltimos o'tkazib yubormang. Kim ko'rayotgan bo'lsa, boriga shukr. Men mana bu yerda qishloq topgandim-ku. Yo'q, bu yerda emas. Yoki mana bu yerdami? Yo'q, bu yer cho'llar qayerda? Qishloq bor edi. Minecraftdan chiqib ketyapti. Yo'q, men obunachilarimga video olishim kerak. Qanchalar obuna bo'lib qo'ying, obunachilar. Umuman menga hech kim obuna bo'lmaydi. Obunachilar 4 tagina obunachi bor. Obunachilar kommentariyada eng birinchi videom, umuman sifatsiz bo'lgan videom kommentariyasida o'zim so'kmayapman obunachilar. Juda uyatli so'z yozibdi. Nima deb aytaymi? Aytgim kelmayapti obunachilar. Aytaveraman. Harom deb yozibdi. Iltimos obunachilar, unaqa qilib yozmanglar. U sifatsiz video, endi sifatli bo'ladi. Jitil qaytib keldim. O'zi nima bu? Ukam nima qilibdi? O'zi qayoqlarga ketib qoldi, tentakka o'xshab. Mayli. Hop, spawn point belgiladim. Unda hoppa. Bu yerdan o'tib olish kerak tezroq. Nima sovg'a bor ekan? Yo'q. Shunday zo'r joy qiribdi. Qiziq bo'lsin deganda obunachilarga ham. Ha, mayli. Yo'q. Asabni buzib tashlayapti, Jitil. Asabni buzyapti, beyakka o'lib qolaman seni. O'zi ukam qayerga ketdi? Millionerlarni joyiga ketdi. Yo'q, bu yerda unga men kreativ berib qo'ydim-a, yaramas. Menga shunaqa narsa qoldiradimi? Bu yerdan o'tish ilojsiz. O'tmoqdaman, hoppa. Yaxshi. Nima?
Yo. Bu yerdan blok ol, iltimos. Blok ol bu. Ana qiyin ekan. Yo, blokchi. Chachib ketdim. Million marta o'ylayapman-ku. Bo'ldi. Azizga bo'ldi, boshqadan. Endi yaxshi o'taman. Boyna narvonga kelayotgandim. Hoppa. Yerdan tushib ketmasam bo'ldi. Hoppa. Uy, obunachilar. Hoppa. Va hoppa. Ana hoppa. Ana. Va nihoyat. Hoppa. Hop. Obunachilar prakachka bo'lgan. Kechiringlar obunachilar, endi o'tyaptimi? Ozgina yer olib o'tay. Mana lazım. Jimbo, ko'p gapirmayman senga. Battar bu. Yo, yer qo'yib qopman, Tushib ketardim bo'lmasa. Video ham cho'zilib ketadi. So'kma, videoga yomon tushyapti. Yetel, estingmi? Agar seni o'ldirib qo'yaman. Taxta qilichim bor, qilichi yo'q deb o'ylama. Sen? So'kma deyapman, o'ldirib qo'yaman. Bu parkurlar hikoyam tinta qilib qopti. Shitib ham parkur qo'yib ketaman. O'zi o'talmagan parkurdan meni o'tkazishga harakat qiladi. Lekin parkurlarni men ham yaxshi ko'raman. Kim parkurni yomon ko'rsa, kommentariyaga yozib qo'ying. Men parkurni masalan yaxshi ko'raman. Lekin bu 14-versiya tugmalari umuman yo'q. Yetel, nima bo'lyapti bu parkurga? Shitib ham parkur quraman. Jonathan, nima topgina? Nima qilamiz biz yerlarni bizni. Qanasiga? Obunachilar, men lavaga tekkanim yo'q-ku, qanasiga o'lyapman. Hop. Va nihoyat. Deb o'tamiz. Endi hoppa, ana sakra, hoppa. Yomg'ir bo'lmasin, asabni buzadi, Sizlaringiz ayting. Hoppa. Bu yerda turburchak. Yaramas, chadi deb o'yladingmi? Ayko yaramas. Battar bo'l bu. Ishingdan pushayman. Va nihoyat o'tdim. Nima deb yozilgan? Sizni tabriklayman aka. Sovg'angizni oling. Xo'p, nima? Bu qanaqa? Sovg'a menga. Rahmat ukajon. Boy bo'lib ketdim. Olmazlarim. Ukajonimga rahmat. Obunachilar, qaranglar qanday boy bo'lib ketdim. Kasal ham bo'lib qolganman o'zi. Sizlarda yomg'ir yog'yapti. Bugun bizda sizlarda qanaqa oy? Bizda bugun 9-dekabr. Sizlarda-chi? Shuning uchun obunachilar, yangi yil kelyapti. Kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman sizlarni. 22 ta olma, 22 ta izumrud va 15 ta diamond. Ya'ni olmos. Obunachilar, boyib chiqdim. Xohlagan narsam olaman. Eshitdilaringmi? Xohlagan narsam olaman. Bugungi video shu yerda tugaydi obunachilar. Shuncha harakat qildim, Keyingi safar bundan ham yaxshiroq video olaman obunachilar. Bu 10 minutlik video bo'lyapti obunachilar va hammaga xayr, kanalimga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysin. Men azyak bo'ldim. Hammaga xayr.